Assalomu alaykum YouTube'da kuzatuvchi obunachilar. Pink Lady olmalari hali hanuz mana shoxida turibdi. Ko'rganlaringdek, bugun dekabr oyining yarmidan ham o'tdik mana. Olmalarimiz shoxida hali hanuz turibdi. Kimga mana shu olmalarni ko'chatlardan kerak bo'lsa, ko'paytirganmiz. Payvantaylari intensivniy hamda o'suvchi payvantayda bu ko'rganlaring o'suvchi payvantaydagi hosili, buni hosillari ancha-munchasini uzildi, yeyildi, boshqa bo'ldi, lekin to'kilgani yo'q. Xudolar boshqa olma eksalaring yer bilan bitta bo'lib to'kilib ketardi. Mazasi alohida bir tema, uzoq turishi, yozgacha suvni yo'qotmasligi, sovuqqa chidamliligi, sarkashlikka chalinmasligi. Shu olmadan ekib bog'da qilib, kuzda olma qilaman deganlar. Rangi ham ro'zigolovida ko'p saqlagan saringiz rang qochadi. Buni bog'bonlar tushunsa kerak. Mana shu holatda olma tangillab turibdi mana. Holatini qaranglar, o'rtoqlar. Ko'chatlari 90lik 560 50 34 aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Ko'chatlari bor.